O'zbekistonskidan 4 xonali plus holga ega bo'lgan kvartiramiz sotuvga chiqyapti. Полностью Евро remont qilingan, полностью mebel texnikalari bilan bo'lyapti. Mana bu yerda bizlarda hol qismi mana shunaqa chiroyli qilib uголок qo'yilgan, prixoja mebel, asosiy kirib kelishimiz eshigi. Ana endi xonalarni ko'rishni boshlaymiz. Mana bu yerda birinchi xonamiz, xohlasangiz bolalar yotoqxonasi qiling, xohlasangiz kattalar yotoqxonasi. Mana bu yerda mehmonxonada stol-stullar уже o'rnatilgan, gilam, parda, televizorlar qilingan do'stlar. Kvartiramizning hujjatlari tayyor, bir kunda afarz qilib olishingiz mumkin. Bundan tashqari mana bu yerda chiroyli qilib bizlarda oshxona qilingan. Oshxonada ham ko'rishlaringizdek hamma kerakli mebel jihozlar, kuxonniy garnitur, gazli plita, duxovka, mikrovolnovkalar bor. Ikkita razin sanuzul bo'lgan, bu birinchisi bo'lyapti kvartiramizda va mana bu yerda bizlarda ikkinchi sanuzul joylashgan. Kvartiramiz полностью Евро remont qilingan, dvухkonturli kotел, teplый pol, radiatorlar qilingan. Bu yerda esa bizlarda bolalar yotoqxonasida ham hamma kerakli mebel jihozlar o'rnatilgan. Kvartiramizning eshiklari полностью MDF krashini bo'lyapti. Mana bu yerda esa bizlarda kattalar yotoqxonasida ham hamma kerakli mebel jihozlar, kravat, shifonyer, televizor, tumbuchkalar o'rnatilgan. Do'stlar, kvartiramiz O'zbekistonskida xolodilnikda joylashgan, 4-qavatda 109 kvadrat. Kimga qiziq bo'lsa agar pastda nomer telefonimiz bo'ladi, qo'shimcha ma'lumot ham yozilgan bo'ladi narxlari bilan. Bu videoni tanishlarga yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Ko'rishguncha.